Bugun sizlar bilan SP35 spinbackini ishlash funksiyalarini hamda xarakteristikasini ko'rib chiqamiz. Bu spinbackimiz 200 kg-gacha bo'lgan foydalanuvchilarning vesini bemalol ko'tara oladi. Ramasi po'latdan ishlangan, rul qismi karbonoviy bo'ladi. Qo'lda terlatmaydi hamda sirtmaydigan bo'ladi. Displeyda puls, kaloriya, skors, kilometraj kerakli hamma daniylarni bemalol ko'rib, foydalanib kontrol qilib turishingiz bo'ladi. Bundan tashqari rul qismi hamda sizdena qismi ham baland-past bo'lib, hamda oldiga yoki orqaga yurib, siz bo'yingizga, tana hajmingizga moslasha oladi. Mexanikasi keladigan bo'lsak, trosli mexanika bo'ladi. 16 kg-gacha bo'lgan og'irlikni, ya'ni levelni o'ziga moslab, burab, yengil yoki og'ir qilib ham bemalol foydalansangiz bo'ladi. Bundan tashqari, bu spinbackimiz professional uslubda ishlangan bo'lib, siz og'ir mexanikada xohlasangiz o'tirib yoki xohlasangiz turib ham bemalol foydalansangiz bo'ladi. Bu velotrenajyorimizni asosan qanaqa chastlarga, ya'ni tana qismini qaysi sohalarga ko'proq foyda keltiradi deydigan joyga keladigan bo'lsak, asosan son muskullari, bo'g'imlardan tizi hamda cho'g' sohasidagi bo'g'imlarni faol harakatda bo'lishiga yordam beradi. Bundan tashqari, ko'pchilik bilmaydigan, lekin ko'p foydasi bor qismi qorindagi hamda biqindagi ortiqcha yog'larni ham ketkazishga yordam beradi. Qanaqa ketkazasizlar? Buni bitta ko'rsatib beramiz. Foydalanayotgan paytinglarda spinbackdan rul qismini uchki qismidan ushlab, tirsakni tekkizib, egilib haydaydigan bo'lsanglar, shu holatda qorindagi hamda biqindagi yog'lar ko'proq erib beradi. Bundan tashqari, odatiy ishlatgan paytinglarda tizdagi bo'g'imlar, chanoq bo'g'imi hamda to'piq qismidagi bo'g'imlar faol harakatda bo'lishini hisobiga ham sizda artroz, ya'ni bo'g'imlarning yemirilishini oldini oladi. Suyakli uchragan nagruska orqali suyakning ilk qismidan maxsus suyuqlik ishlab chiqarib, bo'g'imlarni namlab turadi. Buni yordamida sizni suyagingizni ortiqcha yemirilishlar hosil bo'lmaydi. Tablosini aytib o'tganimizdek, pulsi, tezlikni, kaloriyani, qancha vaqt ishlatganliklarini hammasini ko'rsatib turadi. Bundan tashqari, podstavkasiga bitta telefonnimi yoki planshetni qo'yib olib, o'zingizga qiziq bo'lgan kinonimi yoki serialni qo'yib olib, bemalol zerikmasdan bir vaqtda o'zingiz ikkita ish bajarib foydalansangiz bo'ladi. Sizlarga ham shunaqa sifatli spinbacklar yoki bo'lmasa boshqa turdagi velotrenajyorlar kerak bo'ladigan bo'lsa, pastdagi raqamlarga aloqaga chiqarasizlar. Power Gym sifatli trenajyorlar brendi.